qaynona o'g'lini juda yaxshi ko'rsa, o'g'lini qizg'anadi. Shuning uchun ana endi ular qizg'anmasliklari uchun sharoit yaratish kerak bo'lgan. Buni juda yaxshi bilgan bizning adamiz. Qoyil. Shunga muhit yaratganlar. Lekin men buni boshida tushunmaganman. Doim bulardan xafa bo'lardim. Shuning uchun men ajrashaman deb yurganman. Doim yig'lab yurardim. Nega sizga mehr bera olmaganmilar? O'shani men bemehrli deb tushunganman. Uyda mehr berardi uyning ichida, tashqarida esa katta to'siq bo'lardi o'rtamizda. Biz yonma-yon o'tirishimiz mumkin emas edi. O'nmatalab oyimga oling, opa nima yemayapsiz? Mana buni yeng, kichkina nonlarni kesib, ustiga sariyog'ni suv oldilariga tayyorlab turardilar. Menga bir marta ham oldimas edilar. Birov xafa bo'lib ketardim. Oxiri aytganman, menga oldimaguncha yemayman. Qarasam och qolib ketyapman. Baribir aytmaganlar. Baribir aytmaganlar. Keyin o'zimga o'zim ol, yeyver, och qolasan bo'lmasa. Va kechki payt uyga kirib dazmolimni uraman, men dars beraman endi. Darsimni tayyorlayman deb kirsam, maker deydirdilar. Dazmollarim bor, darsimni qilaman. Opam noqotdilar, televizor ko'rib turibdilar. Hamma ishini opam oldilarida qilgandirdilar. Opam uxlaganlardan kelasan derdilar.